Vatanparvarlik odamiylikning yana bir atalashidir. Abdori Muhammad Yusuf. Vatan sevgisi eng tabiiy, eng muqaddas va eng samimiy sevgidir. Chunki har qanday bir odam o'zining tug'ilib o'sgan vatanini yaxshi ko'rdi. Uningdan ayrilganda qattiq seg'inadi. Vujudi vatanidan ayrilsa-mu, qalbi qat'iy ayrilmaydi. Bir arab shoiri mundaq degan: Söygüngni berfaqat tunji yurtunga. Tunjisi haqiqiy söygüdür hay hay. Yigitlar har joyga ko'nib qolsa-mu, ketmaydi dilidan faqat o'sgan joy. Har kimning vatani xuddi onasining bag'ridek issiq va orom baxshdir. Shunga uni ona vatan deymiz. Onamiz xavfga uchirsa, bizning qanchalik beorom bo'lib ketadiganligimiz va uni qutqizish uchun jiddiy harakat qiladiganligimizni so'zlab yurishning hojati yo'q. Shundaqkan, mustamlikada qolgan vatanimizni qutqizish yo'lida harakat qilmaslik, uning g'amini yemaslik to'limu vafosizlik va odamiylikka yot bir qiliqdir. Amaliyotda vatan bizni tuqqan onamizdanmi qadrlik va qimmatlidir. Chunki onalarni o'stirgan tuproqmi ana o'sha vatan emasmi? Har kimning vatani uning haqiqiy o'z uyidir. Har kim uchun o'zining uyi issiq va yaqinlik bo'lgandek, uning o'z vatanimi shundoq issiq va yaqinlikdir. Konulardımı öz öyümnün xoşlıqı, putqolumnun boşlıqı degandek maqal temsiller keng tarqalgan. Biz odatda uyimizning buzilgan yerlerini remont qilish yoki qaytadan qurib chiqish uchun qanchalik mablag', vaqt, kuch va aql farosat sarf qilganimizdek, vatanimizni qutqizish uchunmi hech bo'lmaganda shunchalik kallo qaturishimiz va fidokorlik ko'rsatishimiz kerak. Vatan so'zini tilga olganda qalbi larziga kelmagan odamni, insoniylikdan nasibasini to'liq ololmagan odam desak xatolashgan bo'lmaymiz. Vatan har insonga nisbatan eng qimmatli bo'lib, uning yo'lida pul melini, jinini va qimmatli har narsasini fido qilishga arziydi. Vatan xalqini düşmanlarının suiqastlaridan jon tikib qo'g'dash har bir Uyg'urning, har bir musulmonning bosh tortib bo'lmas burchidir. Vijdonliq inson o'z vatanini so'yishni insonlik burch deb biladi. Chunki inson xarakteri yaxshilikka yaxshilik qaytarishni, yaxshilik qilganni so'yishni tabiiy zaruriyat deb tanıydı. Dünyada inson uchun uningga illiq bag'rini ichib, uni turlik ne'matlar bilan kutib olgan, uni barcha yaxshiliklardan bahramon qilgan, ko'ksi keng, qo'yni issiq ashu ona vatanidanmi so'yimlik bir bormi? Yaxshilikni yaxshilik qilish bilan qaytarish uchun uningdanmi a'lo bir bormi? Islomda vatan sevgisi. Şeksiz ki İslam dinimizde vatan sevgisi Allah Teala ve onun peygamberinin sevgisinden kalsa en şereflik ve mukaddes sevgidir. Hakiki mümin adam elbette öz vatanını sevdi. Onunla sadık buludu. Çünkü hakiki müminlik vafadarlıkını talep kılıdı. Xuddi ibadetlermi insanını başka məxluqatdan alayida farqliq bir mo'jizat sifatida yaratib, onunğa bu kainatning yaxshiliklarini va yer yuzining xo'jayinligini ato qilgan karamlik Allohga shukr va minnatdorlik izhor qilgan holda ado qilinadigan bir vafo burchi bo'lgandek, vatanni so'yish, uningga ko'yinish, uning ozodligi yo'lida mol mulkini, jinini va qimmatlik
her narsasini pido qilish har qanday bir puhroning eng aqalli vafo burchidir. İslamda vatanparvarlik. Vatanparvarlik İslam dinidagi eng muhim temalarning biri. İslam dini vatanni qo'g'dashni muhim farzlardan sanaydi. Buni mundaq bir qancha nuqtadan tushundirish mumkin. Birinchi, insonning o'z vataniga bo'lgan sevgisi tug'ilishidanla bor bo'lgan tabiiy xislat bo'lib, İslam dini vatan sevgisini alohida muhim o'ringa qo'ydi va uningga tashabbus qiladi. Chunki İslam dini insonning tabiiy fitratiga zid kelmaydi, balki tabiiy tuyg'uni va fitrani parvish qilib, uni yetaklaydi. Qur'oni Karimdami vatansizlik bilan o'zini o'ldirish tangli o'rinda qo'yilgan. Ya'ni İsrail avlodining qissasini bayon qilib etib, agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak degan bir oyatni keltirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yoki degan so'z bu joyda o'zidan burun kelgan ish bilan keyingi ishning o'xshash ekanligini, qaysisini tanlasa bo'ladiganligini ifodalaydi. Demak, Alloh taolomu mazkur oyatda yurtidan ayrilishni o'lgan bilan barobar deb ko'rsatgan. Biz Uyg'urlarning navbatdagi vatansizligimiz va hijron firaqimizning bizni qaysi holga tushirib qo'yganligini ko'z oldimizga keltirib boqadigan bo'lsak, amaliyotda vatansizlikning haqiqatan tangdishi yo'q bir azob ekanligini bayqaymiz yoki har minut his qilib yashimoqdamiz. Payg'ambar alayhissalom Makkadan ayrilish oldida uning ey suyimli yurtim Makka, qavming meni ketishga majbur qilmasa edi, sendan hargizmi ayrilmaydim degan so'zi tarix kitoblariga putilgan. Amaliyotda Makka bo'lsa hech qanday giyohsiz bir vodiy edi. Lekin bir joyning yeshilligiga, farovonligiga, havosining yiqishligiga ko'nib qilish hargizmi u yerni so'yib qolganlik hisoblanmaydi. Ko'ngandan voz kechmak qolay, ammo so'ygandan voz kechmak imkonsizdir. Har odamning o'z yurti mayli qanchalik namrat yoki chet sahro bo'lishidan qat'iy nazar uning muhabbati qalbining qat-qetiga o'rnab ketgan bo'ladi. Sahoba Asilul G'ifari radhiyallohu anhu Makkadan hijrat qilib Madinaga kelganda Payg'ambar alayhissalom uningdan Makkaning ahvolini so'raydi. U Makkaning yulg'unlari chechaklayotganligini va u yerning bir qancha sifatlarini tilga elishiga Payg'ambar alayhissalom bo'ldi qilsangchi, yurkimni birdam oromida qo'ysangchi deydi. Bu qissa to'g'risida o'xshamagan rivoyatlar bo'lib, ba'zilarida Payg'ambar alayhissalomning ko'ziga lo'mmada yosh olganligi bayon qilingan. Ikkinchi, insonning o'z vatanini qo'g'dishi islom farzlarining eng muhimlaridan biridir. Chunki islom dini vatanning barliq puhralariga vatanni qo'g'dashni va dushman kelsa uningga qarshi er ayol, cho'ng kichik hamma birdek jangga chiqishini farz qilgan. Jang haqida tushgan tunji oyat vatan masalasida tushgan bo'lib, Alloh taolo musulmonlarga ularni o'z vatanidan qo'g'lab chiqargan, uy joylarini va mol mulkini tortib olgan mushriklarga qarshi jang qilishni farz qilgan. Hujum qilinguchilarga zulmga uchirganligi uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Shaksizki Alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir. Ular faqat Rabbimiz Allohdir deganligi uchunla o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarilgan edi. İslam tarixi vatanparvarlikning namunasidir.
Peygamber aleyhisselamның zamanında yüz bergen Bedri, Uhud ve Xendek qatarlıq çoğ uruşlarının vatanını qoğdaş, Medine Münevver'den ibaret Müslümanlarının tunji dövletini ve yigani vatanını qoğdaş üçün bolğanlıqını ve muşu uruşlarının hemmisi Medine Münevverre şehrinin etrafında yüz bergenlikini bilimiz. Çünkü Bedre uruşu Hicriye'nin 2. yılı, miladiye 624. yılı Ramazan ayının 17. günü Cuma seher vaxtida Medine Münevverre şehrinin g'arbiy janubiga joylashgan Bedr degan joyda bo'lgan. Uhud urushi Hicriye'nin 3. yılı Şevval ayının 7. günü miladiye 625. yılı 23. Mart Medine Münevverre şehrideki Uhud teg'ida bo'lgan. Xendek urushi Hicriye'nin 5. yılı Şevval ayida miladiye 627. yılı Medine'ye yakın bir joydagi Sal teg'ining eteklarida bo'lgan. Demek Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri başkalarının vataniga hücum qilib urush qilmagan. Belki Müslümanlarının vatani bo'lgan Medine şehrini qo'g'dab qilish uchun urushgan. Şuna bu urushlar Mekke'de yoki başka joylarda emas, Medine şehrinin etrafida bo'lgan. Çünkü müşrikler İslam diyarıga hücum qilib kelgan. Müslümanlar bolsa İslam diyarını qo'g'dash uchun ular bilan urushgan ve ularni orqaga qaytirgan. Peygamber aleyhisselamdan keyin onun sahabeleri İslam diyarlarını qo'g'dash yo'lida jang qilib bargan joylarda şehit bo'lgan ve kabirleri şu joylarda qolgan. Köpligen sahabelerinin kabirlerinin Şam, Irak, Mısır, Yemen, Türkiye, İran, Azerbaycan qatarlıq joylarda qolganligi bunun misali.